Assalomu alaykum obunachilarim. Men sizlarga bitta narsani aytmoqchiman. Shu 5 yoshli qizim ertalab bir reaksiya qildi. Hammamiz kulib oldik, kayfiyatimiz ko'tarildi, a'lo darajada bo'ldi. Shuni sizlarga ssenariy qilib ishladik. Rolini o'zi o'ynadi. O'zlaringiz bir baho berasizlar. Bu holat hali birorta platformada ko'rmaganman. Hamma uchun yangilik. Bugungi sana mana 4-iyul 2026-yil. Hozir shuni video qilib ishladik, kino qilib. Kichkinagina metrajli film bo'ldi. O'zlaring baho berasizlar, like bosib, kommentariy yozib, repost qilib qo'yasizlar. Tanishlarga jo'natib qo'yinglar, kayfiyati ko'tarilsin. Dada, mana telefonda internet ishlamayapti. Ha qizim, u telefonda puli yo'q-da. Pul solsak internet ishlatdi. Mena pulim bor edi. Dada, internet ishlamayapti. Aytdim-ku qizim, unga pul solish kerak. Pul solmasa ishlamaydi. Pul soldim. Mana. Ye? Aytiga solmaydi pulni.